Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Sizlar bilan yana o'sha Azimov Brawl Stars. Bugungi video rolikimizni sizlar kutmaganinglardek bo'ladi. Ya'ni nimaga desanglar, ushbu akkauntni ko'rib turganinglardek sotuvimiz, ya'ni bu degani Brawldan ketish ehtimolim bor. Nimagaki o'zingizlar bilasizlar, yosh katta bo'ldi sekin-sekin. Hamma o'qishga kiradi, o'sha o'yin qiziq bo'lmay qolishi mumkin. Endi men sizlarga ortiqcha advice berib o'tirmayman. Prosta bugungi video akkauntni obzori bo'ladi. Bo'lmasa biz boshladik, ko'rib turgan bo'lsanglar, bizning coinlarimiz 82,000 почти. Mashinadan o'zgartirmaslikka harakat qilib turaman akkauntni, oshirib qo'ymaslikka. Biling 22,000, gemim 265 ta. Yana nima? Ko'rib tursanglar, Lunaga ko'taryapman 2 ga. Endi bunga hozircha ishqiboz emasman. Kubik 44400. Profilimizga bunday bossak 27 ta prime qildim. Videoda ko'rishingiz mumkin. Juda ko'plab primelarni videolarda qo'yganman. Shortslarda aslında. Rangga keladigan bo'lsa, rang Mythicga ko'targanman. Hozirgi sezon yangi boshlangani uchun hali o'ynamadim. Unaqa ko'p. Hop. Stalkingni 2052 marta yutganman. Buni hech kimga qizig'i yo'q. Hop, yana nimani ko'rsam bo'ladi? Avatarkalar, mana ko'rishingiz mumkin. Hozir to'xtaylik, sekiroq o'tkazib beraman. Unchalik zo'r avatarkaga, endi hech kim avatarkaga ishlamagan по-любому. Avatarkalarni prosta ko'rsatib o'tib ketaman. Уже ketib qoldim uzr. Titullarim ham 27 yoki 28 ta bo'lishi mumkin. Короче, anaqa Brawl Pass bitta sezonga shu sotib olganim uchun. Undan oldin Brawl Passga keladigan bo'lsa, общий 4 marta olingan. 3 marta tekini, 1 marta pulliga olingan. Hop, уже давайте hammaga bilamiz, skinlar unchalik ko'p skinim bo'lmasligi mumkin akkauntimga zo'rligiga nisbatan. 100 ta bayis ko'rib turibsizlar. Birinchi bayisdan boshlaymiz. Уже Crow'ga 2000 qilganman, ko'rib turganingizdek. Hop, skinlariga o'tadigan bo'lsak, mana atigi 5 ta dona mana shunaqa skinlar. Drive my car to my little job, and I find some peace in the stations that I throw on. But I wish there was a song with your name as the title. Oh yeah, I wish there was a song. I'm so opposite, I'm so backwards and upside. Mana ko'rdinglar skinlarning obzorini. Akkaunt druzasiga keladigan bo'lsa, juda ham men uchun redki hisoblanadi. Bunaqa druzani hali anaqa emas, men uchun qadrli demoqchiman. Eng kerakli odamlar o'chirmanglar maslahatim druzadan. Hamma xotira shu yerda qolib ketyapti.
YouTube'ga ham streamlarni birga qo'yganmiz shu Durzamda odamlar bilan. Mana birinchida ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu aka ham streamimni ko'rib kelgan. Fix.com ham даже streamdan ko'rib kelgan mana. Shah ham даже streamdan ko'rib kelgan. Intironi eslolmayapman, klubdan qo'shilganman. O'sha u yog'ini unchalik tanimayman, streamdan kelgan bo'lishi mumkin, ko'pi 3-4 tasi. Keyin mana bu dinamik o'rtog'im bo'lib kelgan. Keyin yana kim bor? Erik Pro. O'chirmay turinglar, maslahatim endi. O'zingizlar bilasizlar, yana ham endi men uchun qadrli odamlar. Agar akkaunt sotayotgan odamga aytmoqchiman bu gapni. Bo'ldi, shunaqa qilib bugungi video obzorimiz shulardan iborat edi.